yigit otasidan shikoyat qilib Rasulimiz alayhissalomning oldilariga bordilar. Shikoyatini qarang, aytdilarki, kelgan yigit: "Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, otam meni topib kelgan hamma molimni ishlatib yuboryapti" dedi. Butun moli dunyoyimni ishlatib yuboryapti. Bunga haqqi bormi dedi. Payg'ambarimiz alayhissalom aytdilarki, "Otangni chaqirib kel." Borib otasini Rasululloh sallallohu alayhi vasallam chaqiryapti deganlarida ota bechora bildiki, uni haqida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga shikoyat qilibdi. Endi bir tasavvur qiling-ya. Butun dunyolarga rahmat bo'lib kelgan payg'ambar alayhissalomga o'z o'g'li bo'lib otasini ustidan shikoyat qilishlik. Qanchalik darajada og'ir ota uchun. Otasi o'g'liga "Sen ketaverman, orqangdan boraman" dedi-da, orqasidan ketyapti. O'zlari shoir, tabiat inson bo'lgan ekanlar. Bolasini orqasidan ketayotib, ichida bolasidan shu darajada ranjiganidan o'g'lidan ranjib bir she'r yozib yoribdi. She'rni tiliga ham chiqarmagan, baribir bolasini ehtiyot qilib. Faqat dilidan o'tkazibdi, qalbidan o'tkazibdi. Ayni shu paytda Jabroil alayhissalom payg'ambarimiz alayhissalomga tushib, "Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, sizga Alloh taolo salom aytadi. Hozir siz oldingizga bir mo'ysafid odam kelyapti. Shunga ayting, san ichingda kelgan ammo tilingga chiqarmagan narsani aytib ber" deb so'raysiz dedilar. Haligi odam keldi, o'g'li turibdi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam undan: "O'g'lingni shikoyat qilyapti, butun moli topgan pullarini, dunyosini ishlatib yuborasan ekan" dedi. Ota aytdiki: "Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, o'g'limdan so'rangchi, birortasini o'zimga ishlatdimmi? Ishlatgan bo'lsam opa singlisiga, amma xolasiga ishlatdim" dedi. Bu gapni gapirayotib Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Ey" dedi laqchada, ya'ni "Da'di, to'xta" dedilar. "Qo'y buni" dedilar. "Qo'y bu gaplarni. Sen hozir kelayotganingda ichingda aytib tilingga chiqarmagan bir narsa bor ekan, shuni aytib ber" dedi. Haligi ota hayron qoldi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga yana bir karra iymon keltirib, "Siz haqiqiy Rasululloh ekansiz. Axir buni men tilimga ham keltirmadim, qalbimdan o'tdi. Qayerdan bildingiz?" "Menga bildirildi. O'sha ichingdan o'tgan narsani aytib ber" deganda, haligi odam she'r o'qib berdi. She'rni qarang. "G'adawtuka mavludan va ailtuka yafi'an." Boqdim seni jon bolam, qalbim sururga to'lib. Quvonchga to'ldi olam, ulg'ayding yigit bo'lib. Bo'ldim kechalar bedor, senga yetganda alam. Tanda qolmadi mador, yetdi ko'klarga nolam. Go'yo edim men bemor, boshga yog'ilib toshlar. Qalbimga to'ldi ozor, ko'zdan to'kildi yoshlar. Firoq meni qo'rqitdi, chang solib senga o'lim. Dardlar meni yiqitdi, ming titroq tutdi qo'lim. O'sting bo'lib alp o'g'lon, kamolga yetib asta. So'zlaringdan yurak qon, bo'ldim-ku bolam xasta. Qilding menga qo'pollik, qalbimga berib ozor. Ko'zlarimga boqding tik, mahzunlik bo'ldi hazor. Otamanmi, o'g'ilmi, bo'lib qoldim men hayron. G'amga to'ldirding dilni, yurakni qilib vayron. Aqli yo'q, nodon deding, shuni sendan ko'rganim. Kuchsiz bir ojiz deding, ustimdan kuldi g'anim. Netay menga dilbandsan, qilgum senga yaxshilik. Axir menga farzandsan, yuz burmayman dushmandek. Mana shu she'rni o'qib berdilar. Payg'ambarimiz alayhisalom yig'ladilar. Haligi yigitni shundoq ushladida Rasulimiz alayhisalom "Anta va maluka li abik" dedi. Mana shu hadis sahih hadis azizlar. "Anta va maluka li abik", sen ham moli dunyoing ham otang uchun dedi. Otayniki, sen ham moli dunyoing ham dedi. Hamma narsang otang uchun, shuni bilib qo'y dedi. Bizni hamma borligimiz ota uchun azizlar.